UzAuto Insights kanaliga obuna bo'ling, chunki bugun biz sizlarga 2026 Chevrolet Spark haqida to'liq va batafsil sharhni olib kelamiz. Chevrolet Spark doimo shahar haydovchilari uchun qulay va arzon avtomobil sifatida tanilgan, ammo 2026 yilgi model bu maqomni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Yangi Spark zamonaviy texnologiyalar, yaxshilangan dizayn va xavfsizlik xususiyatlari bilan o'z segmentida ajralib turadi. Bugungi sharhimizda biz uning tashqi ko'rinishi, saloni, texnik ko'rsatkichlari, texnologik imkoniyatlari va umumiy qiymati haqida gaplashamiz. 2026 Chevrolet Spark tashqi ko'rinishida sportchi va zamonaviy uslubni taqdim etadi. Old qismi yanada kengroq radiator panjarasi, ingichka LED faralari va aerodinamik shakli bilan e'tiborni tortadi. Sparkning ixcham o'lchamlariga qaramay, dizayndagi o'zgarishlar unga zamonaviylik va jozibadorlik baxsh etadi. Yengil qotishmali disklar avtomobilning yo'nalish barqarorligi va yoqilgi tejamkorligini oshiradi. Bundan tashqari, yangi rang variantlari va ikki xil rangli kuzov kombinatsiyalari xaridorlarga o'z Spark'ini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Salon ichida 2026 Chevrolet Spark avvalgi avlodlarga qaraganda ancha qulayroq va texnologik jihatdan boyitilgan. O'rindiqlar qayta ishlangan, materiallar sifati oshirilgan va joylashuv kengaytirilgan. Haydovchi uchun mo'ljallangan panel raqamli displey va katta sensorli ekran bilan jihozlangan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlaydi. Simsiz zaryadlash, USBportlar va Bluetooth orqali ulanish yo'lovchilarga doimiy qulaylik yaratadi. Orqa o'rindiqlar bukiladigan qilib ishlangan. Bu esa yuk joyini kengaytirib, Spark'ni shahar hayotida ham, qisqa sayohatlarda ham amaliy qiladi. Texnik qismga kelsak, 2026 Chevrolet Spark kichik hajmli, ammo samarali dvigatelga ega. Kapot ostida 1.4 litrli 4 silindrli dvigatel joylashgan bo'lib, u chift avtomatik transmissiya bilan birga ishlaydi. Bu kombinatsiya silliq tezlanish va yuqori yoqilgi tejamkorligini ta'minlaydi. Spark tezlik uchun emas, balki shahar sharoitida qulay yurish uchun ishlab chiqilgan. Uning eng katta afzalligi manevr qilish osonligi, tor burilish radiusi va yengil boshqaruvdir. Avtomobilning yoqilgi sarfi ham eng kuchli tomonlardan biri bo'lib, yangi model avvalgi avlodlarga qaraganda yanada samaraliroq bo'lishi kutilmoqda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ham 2026 Spark yaxshi jihozlangan. Chevrolet ushbu modelga bir nechta xavfsizlik tizimlarini qo'shgan. Havo yostiqchalari, ABS tormoz tizimi, elektron barqarorlik nazorati, yo'ldan chiqish ogohlantirishi va orqa ko'rish kamerasi. Yuqori komplektatsiyalarda kor joyini nazorat qilish va favqulodda tormoz tizimi kabi imkoniyatlar ham mavjud. Bu Spark'ni yosh haydovchilar, oilalar va shahar haydovchilari uchun arzon, ammo xavfsiz variantga aylantiradi. Texnologiyalar borasida Chevrolet Spark zamonaviy talablarni qondirishni davom ettirmoqda. Infotainment tizimi qulay boshqariladigan va yangilangan audio tizim bilan birga keladi. Ovozni boshqarish va qolsiz funksiyalar yo'l davomida haydovchini chalgitmaydi. Ulanish imkoniyatlari Spark'ning asosiy kuchli tomonlaridan biri bo'lib, ayniqsa yosh xaridorlar uchun jozibali tanlovga aylantiradi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Spark kichik bo'lsa-da, katta qiymat taklif qiladi. Uning ixcham dizayni, qulay saloni, samarali ishlashi va zamonaviy texnologiyalari uni subkompakt avtomobillar segmentida kuchli raqibga aylantiradi. Chevrolet Spark birinchi avtomobilini olayotganlar, shahar haydovchilari va byudjetga e'tibor beradigan xaridorlar uchun ideal tanlovdir. Agar siz kichik, ammo barcha imkoniyatlarga ega avtomobil qidirsangiz, 2026 Chevrolet Spark siz uchun ajoyib variant bo'lishi mumkin. Yana ko'plab avtomobil sharhlari uchun UzAuto Insights kanaliga obuna bo'ling. Biz sizga eng so'nggi modellarning tahlilini va imkoniyatlarini taqdim etamiz. 효율이 좋아졌습니다. 실내에는 재활용 소재와 친환경 원단이 활용되어 지속 가능성까지 고려했습니다. 종합적으로 2026 기아 소렌토는 디자인, 성능, 기술 실용성을 모두 갖춘 완성도 높은 SUV입니다. 가족 친화적인 공간성과 첨단 안전 기술을 원하는 소비자뿐 아니라 스타일과 성능을 중시하는 운전자에게도 만족을 줄 수 있는 모델입니다. 이번 소렌토는 기아가 글로벌 SUV 시장에서 확실한 경쟁력을 보여주는 대표적인 사례라 할 수 있습니다. 드라이브 솔 채널을 구독하시고 최신 자동차 리뷰와 신차 소식 그리고 심층 분석을 놓치지